Assalomu alaykum, Sementalchi bola kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hamma sog'ommi? Akalar, bugun fermamizdan eksklyuziv video. Ko'pchilik sen olib kelib sotasanmi deb kommentariylar yozgan, hamma har xil ondagan yozganlar bor. To'g'ri, bugun biz endi olib kelib sotamiz. Har xil endi asosan biz o'zimiz fermada yetishtiramiz. Ko'pchilik biladi, o'zi bizdan olgan klientlar ham o'zi ancha klient bo'lib qoldi, ko'rib turibdi. Biz shu darajaga mana fermani bir obzor qilib beramiz, obzor qilib, yemlarini, mollarni, hamma narsani to'liq obzor qilib beramiz. Ko'rasizlar, qanday mollarni yetishtirishimizni. Biz aka-ukalar o'zimiz shu fermalarni bitirganmiz, qurganmiz, shularni o'zimiz barpo qilganmiz, xullas, halol pullarimizga. Aytadi, chorvada baraka bor. Halollik bilan olib yursang, hamma ishingda baraka bo'laveradi. Ayniqsa chorvada ota-bobomiz qilgan ish, biz yoshligimizdan shu esimiz tanigandan uyda mol boqamiz, buqalar. Oldin o'zi hamma biladi, buqa boqqan ko'pchilik. Yoshligida dadam boqqizgan, ota-onamiz o'sha mollar bo'lgan, mol boqib yurgan bolalarimiz. Mana endi o'shani biz katta bo'lib, mana endi rivojlantirishga o'tdikda, xullas. Mana shu aka bizning fermamiz, to'liq ferma, mana shu bitta ferma obzori, ferma shu tepasi tunuka, o'rtasida qamishi bor, tagida material bor, qalin, bo'zi bor. Salqin bo'ladi. Ventilyatorlar qo'yilgan, oralatib, mana shu 41 metrga 6 ta ventilyator qo'yganmiz. Endi ko'rsatdim, mana bular boqma buqalar. Boqiladiganlari. Bular tan sotilmaydi, sotiladimi so'ramanglar. Sinovga kecha 3 kun bo'ldi bularni tortib, hammasini taroziga o'tkazib qo'ydik. 3 kun bo'ldi. Yana har oy tortamizda videolarga qo'yib boramiz. Qanday o'zgarishini, qaysi yemda o'zgarishini, nima berish kerak. Mana hozirgi kunda sulyos bilan yemlarini yemxonaga kirib ko'rsatamiz. Sulyos berildi hozir. Somon sulyos bedarilashib beriladi hozircha. Mana bu qarang, har xildanda, xullas mana semental. Bu ham toza sementaldan. Mana bu Estonga semental gibrid. Juda yuvosh mol mana. Estonga semental gibrid. Bular hammasi tortib qo'yganmiz. Mana bu shved. Toza German shved bu. Bu ham boquvda. Hop. Mana bu ikkalasi semental. Bunisi endi sementalga jinda chachishkaroq bo'lishi mumkin. Lekin bu ham bas sementalda. Otasi semental bo'lgan. Mana bunisi toza semental mana. Idealni semental mana shuni. Babaqalari hamma yo'g'ini olib ko'rsatishingiz mumkin. Tonlari, ranglari hamma joyi kelgan. Hamma joyi. Hech qanday bitta kamchiligi yo'q. Kamchiligi yoshligi. Endi sal katta bo'lsa, govdaroq bo'lsa, zotga ham sakraveradi, hamma narsa sakraveradi. Bular xudo xolasa kuzgacha boqamiz, sinab ko'ramiz. Bes olishdan semental qanday oladi, gibrid qanday oladi, shved qanday oladi, eston qanday oladi, hammasini bir-bir ko'rsatib boramiz. Keyin ko'pchilik aytadi, sutemni mollarni qanday yetishtirasizlar, sutemni nima qilasizlar deydi. Mana biz sutemdilarni sigirni tagiga qo'yib yuboramiz. Kelorindan naryoqda sigir yuribdi-ku. Bitta ola sigir o'shani gibrid. Yonida bitta bolasi, mana yana bitta semental. Ko'rasiz, pochka bo'lib turibdi. Bitta sigirga ikkita buzoqcha qo'shamiz-da. Mana bitga chiqarib tashqaridan aylanib ko'rsatamiz, g'o'q qo'yamiz, g'o'ga chiqaveradi. Hammasi kilka alohida. Buni tagida ham mana semental. Xo'p, mana bu shved tagida bor. Mana shved tagida ham sutemda sementallar bor, hammasini tagida. Shved usti yog'ligi foizi kuchli bo'ladi deydi. Lekin hammasini ham yog'li foizi kuchli bo'lishi shekilli bolalari zo'r ideal yetilib turibdi-da hozir. Mana aylanib o'tganda ko'rasiz bolalarini. Mana bular yangi qo'yildi. Karabildi bolalari, Golstein bolalari. Golstein deyemadim mana sementallar. Bular toza mana pochka narsalar. Ko'ring, 20 kun, 25 kunlik bo'ldi. Hali yosh oylikka to'lgan yo'q. Katta ehtimol bir oylik bo'lgandir. Holatini ko'rishlar mumkin. Ikkita moldi, ikkita buzoqcha bitta mol demadi. Yelilarni ko'rsating, yaxshilar nechta sut beradi. Keyin g'ovda mollarimiz bor, olib ko'rsatamiz. Qochadigan mollar mana o'shalarning davomi.
Buları yetilganlari. Mana bular bu 8 oylikka to'ldi. G'ovda ko'rsatamiz, o'sha mollarda sheriklar bular. Cho. Mana bunisi 7 oylik. Bu 7 oydan o'tdi bu. 7,5 oy, 8 oyga bor. Qarang, simjul mollar. To'nini ko'ring, to'nini. Silliq mollar, yuvosh mollar. Yuvosh. Birinchi qoringa. Mana bu ham, mana birinchi qoringa semental. Yuvosh, tuklarini ko'ryapsiz, tekisligini akkuratni. Bu hali yelini endi buzish boshladi. Bunisi mana yelinlarni ko'rsatingda. Mana buzishni boshlagan o'sha bu mana. Mana. 4 ta tutaklari sog'lom, oppoq. Hech qanday aybi yo'q mol. Faqat shu yetilish kerak. Yana 1 oyda tayyor bo'ladi. Qiziqqanlarga mana shu ikkovini sotaveramiz. Fermada hozircha sotuvdagi mollar shu ikkalasi. Mana bu bilan mana shu ikkala bo'g'oz sotilaveradi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Tutaklari ham zo'r. Pochkalarini ko'rsating, orqalarini, hamma yo'g'i kelgan mol. Yelkalari. Bog'lar sog'lom, yebishlar zo'r. Hamma yo'g'i joyida. Bularni olib borib, endi faqat shu boqib, tug'ishini kutib, bolasini emizib, sutini ichish qoldi debdi xo'jalikka. Xo'jalik bob, ro'zg'or bob mollar. Emlamalari qilingan, hamma yo'g'i joyida. Olib borasizlar, boqasizlar bo'ldi. Telefon qilaverasizlar, narxlarini kelishaveramiz. Hali biz bularga narx chiqarganimiz yo'q. Bugun videoni ichida endi qo'shib olib o'tib ketdik. Endi mollarni ko'rsatganda bularda ham kelishaveramiz. G'ovda yurgandi bu. Mana bunisi g'ovda yurgandi. Kechadonlik kuni olib chiqdik. Kechadonlik kuni endi uje 7,5 oylik 8 oylik bo'lib qoldi. G'ovdan olib chiqib qo'ydik. Bunisi kelgan. Hozir naryoqlarda ham kichkina buzoqlar bor, ularda ham video qilamiz. Mana aka, bu tashqi fermamiz tashqari ko'rinishi. Mana hozir ko'rsatgan sistemda mollarimiz bor edi mana. Kelavering, sekin. Mana hammasini alohida kilka qilinganda bundaysiga 6 metr chiqadi. Bundaysiga 5 metr chiqadi bemalol. 6-7 metrga 5 metr. Har bittasi alohida tashqariga chiqib yuriladi. Eshiklar ochib berilgan. Buzoqlar ham chiqadi, sigiri ham bo'sh yuradi, chiqadi. Mana bu ikkalasi karabildiki deganim. Mana bu ikkalasi shved demadi. Tashqariga oxirlari qo'yilgan. Sababi beda olib kelamiz, bedani tashlab qo'yamiz. Pirisi bilan. Yegancha yeb o'tadi, ichi o'tmaydi buzoqchalar mana. Ko'ringlar, 2 oylik buzoqchalar, 2 oylik. Bunisi 2 oyga borgan yo'q, mana sementali. Bu gibrid, buni o'zini bolasi. O'zini bolasi 2 oylik bo'ldi. Bunisi hali yetgan yo'q 2 oyga. Ha. Bular o'zi yemadi-da, o'zi yemgandan ichi o'tmaydi. Orqalarini ko'rsating, toza. Masalan, orqasi bo'q, undaqa narsalar yo'q. Keyin biz endi tajribadan o'tkazdik. Endi yana bilmadik, Alloh alam. Idishda ust bersa o'pkasiga ketib qolar ekanda, o'pka kasalliklari, o'tgan yili biz 6 ta buzoqni nobud qildik. O'pka kasalligi idishda ust berganda og'ziga ketib qolish ekan. Iloji bo'lsa idishda bas, paqirchada bersalaring zo'r bo'ladi. Yoki o'ziga emizsalaring bo'ladi, yoki paqircha kuyib bersalaring ichib oladi issig'ida. Biz tajribadan o'tgan narsalar. Mana enalari ham yuvosh mollar. Govdali, bo'ylari 1,5 metr chiqadi. Mana akalar, endi mana bu sementallar olib bir sidr etab ko'rsatamiz. Bular mana shu g'ovdagilar bahorga qochadiganlar bular. Hali qochma olaman deydi-yu, to'g'ri, qochma ham olsin ko'pchilik. Faqat mana yoshligidan o'zingiz olib yetiltirsangiz, ilaga to'ladi birinchidan. O'zingiz vesiga yetishtirib qo'yasiz. O'zingizda masalan kuchli ham bersangiz, baquvvat mol bo'ladi-da, tezroq qochadi. Mana bular bahorda qochadigan mollar xolos hammasi. Semental bor, krasipyostra bor, shved bor, gibrid bor mana sementalga gibrid zo'llari. Mana bular toza sementallar mana. Buning ichida o'zimizda sigirni bolalari ham bor, fermamiz bor, sigirlarimiz bor, uni bolalari ham bor. Kelganlari bor. Mana bunaqa sistemdaligida bo'lib, bu yoqqa o'tganlari bor. Masalan, mana bular keyingi yil bahorga qochsa, mana bu sistemdalar keyingi yil yozga qochadi bular, xonajinlari. Keyingi yil yozda qo'yiladi bular. Qaranglar, etab. Endi bil kuzda qo'yilganlar bor naryoqda.
Mollar qarang, bir-biridan go'zal. Ko'rganda mashalloh deb qo'yinglar faqat. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Ko'rsatishingiz mumkin. Hozir bular bedayapti mana. Bu beda bu. Bilgi bedadan yeyapti hozir. Yayrab o'ynab yuribdi. Ko'chatchalar. Kelaqa. Shu molni eslab qo'yinglar mana 66, 71. Keyingi yilga xudo xolasa bo'g'oz bo'ladi. Mana akalar, bizda g'ovimiz bor. G'ovimiz 30 metrga, bunda esa 16 metr bo'lishi kerak. 16 metrga 30 metr 2 ga bo'lingan. 2 ga bo'lingan. Qarang, navesni ko'rsating. Naves 5 metr turpoqli naves. 5 metr turpoqli naves. Bu yoqqa setka tortganmiz 6 metr. Uje 5 metrga 5 metr ekan. 10 metrmi? 9 metr 10 metr yopilgan soyada. Ventilyatorlar qo'yilgan. Yana mana bitta qo'yiladi. Bu yog'i ochiq havoda, toza havoda yuradi. Mana bu mollarimiz shu yil sentyabrga qochadigan mollar. Chilla chiqadi-yu, avgust oxiri, sentyabr boshida shutkani 20 ta pochka bu, buqa qo'shamiz. Bitta semental buqa qo'shamiz. Shularga qo'yiladi. Mana bu nima deyapti bu? To'ychoqni qarang. Hayt, kuspurish. Mana, buni ko'rsating, gibridni mana. Mana gibridlar. Sementalga gibridlar bular. Xullas, buning ichida semental bor, toza gibridlar bor. Gibridlar ham terib olingan. Bizda hech qachonlik misol borib optim masalan bitta joydan 20 ta ekan, 20 ta olib kelinmaydi. Kerosa 30 taning ichidan bitta terib olamiz. Kerosa 30 taning ichidan bitta olinadi. 5 taning ichidan bitta olinadi. Masalan, boramiz, 20 ta mol turgan bo'lsa, ichidan 4 ta 5 ta yoqqanini olamiz. Pulini 1 million, 1,5 million, 2 million qimmat bo'lsa ham zo'rini olamiz. Chunki dadam zo'rini olishga o'rgatgan. Mana qarang, bitta nuqsoni yo'q mollar. Bitta Eston qo'shganmiz ana, Shved qo'shganmiz. Bular ham endi probaga. Biz hali Eston, Shvedlar mana, Estonni ko'rsatgan, Eston. Probaga olganmiz. Mana qolganlari semental. Bizning ishimiz asosan semental. O'shaning uchun sementalchi bo'ladi deb kanal ham ochganmiz. Endi ham gibridlarni ko'rib sementaldan ham bular zo'rda, qarang. Sementalni oldida bular chiroylida baribir. Mana gibrid. Sementalga gibrid mana shu. O'zimizning bolasi, fermada sigirni bolasi. Bittasi kelgan, bittasi fermadagi bolasi. Bularga buqa qo'shilmaydi. Shu sentyabrlarga borib qo'shiladi. Havo chilladan qaytadi-yu. O'shanda qo'shiladi. Mana gibridchalar qarang. Ko'rganda mashalloh deb yaxshi niyat qilganlarga uyda kamida shunaqadan bitta ikkita pochkadan bo'lsin, bitta ikkita pochkadan. Biz ham boshida niyat qilib katta fermalarga borganimizda havas qilib kelganmiz. Havasni tagida ma'no ko'p, to'g'rimi? Mollarni obzor qilishingiz mumkin. Mana sementalga gibridlar mana. Bular endi g'ovga chiqdi. Xudo xolasa bir 20 kunda tulab yaltillaydi. Ichkarida yurgandi bular. Tulab yaltillaydi. Endi bunisiga ham bitta o'tib ketaveramiz endi. Mana bular Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunaqa stoykalarda mollarni o'rtasini bo'lsangiz 76 stoyka bu. Bu konteynerdagi baquvvatini qo'yinglar. Biz 32 mi 40 qo'ygandik o'tgan yili, 40 dan sindirib yubordi. Iloji bo'lsa baquvvat qo'yinglar, bittada ishlang bitadi. Yana buzib, yana qaytadan qiyotmaysizlar. Mana suvi ikki taraflama o'rtaga qo'yilgan. Bular ham ichaveradi. 2 tonnalik bachok bu. Tagida kirallar qo'yilgan. Yomon bo'lib qolgan, o'zgartirib tashlaveradi. Endi o'taymi tomonga. Bular hozir bo'g'oz. 85% uchun qochib bo'lgan, 90% ham bir 2-3 tasi qo'yildi u ham. Hali o'zidan o'tgan yo'q ular. Endi 20 kun bo'lgan bo'lsa yana bir 10-15 kundan bir oy ko'rsatadi o'zi kamida. Semental, gibrid, Shved, Krasniy Pyostra, qolganlari semental hammasi. Mana semental. Endi mana biz mana bil oladiganlar qaysi mana bularni xudo xolasa kuzga sotamiz, o'zlaring tomosha qilasizlar. Qanday buqaga qo'ygansiz deyishlaring mumkin. Qanday buqaga? Mana buqani ko'rsataman.
aka ukalar hozir. Aka ukalar. Mana bu ukasi. Cho jonivor, mana buqa. Toza. İçida faqat semental yarashadi. Gibrid qo'shib qo'ysa, yarashmaydi bularga mana. Bundan kattasi ham bor, 1.57 bo'yi. U ham bor edi, almashtirib qo'shamiz. Chunki bittasi uspet qila olmay, hali qochish vaqti ko'payib ketib qoladi. Bularni 15-mart kuni chiqargandik, mana uju xudo xolasa hammasi qochib bo'ldi. Shu 10% qoldi, ular ham qochgan xudo xolasa. Mana bular o'zimizning sigirni bolalari. Samarqandlik akam, eslagan bo'lsangiz, qarang aka, Ulug'bek aka. Sizga sotgan molimni qizi mana shu. Birinchi bolasi ana. Uju bu bo'g'oz 3 oylik. Ulug'bek aka, esladingizmi meni? Mana shu imeni mana shu sizning molingizni bolasi. Sizdagi ham hozir xuddi shunga o'xshagan, onasiga o'xshaydi, qarang. Ventilyatorlar qo'yilgan. Agar yana issiq bo'lib ketsa, agar mikroklimat qo'yiladi, mabodoga, bo'lsa shu ventilyator o'zi yetadi. Chunki toza havo. Fermamiz kenglikda joylashgan, yonida zanalar yo'q. Quvla tomonlar ochiq, shabada kelib turadi. Hozir ham mayin shabada kelib turibdi uncha. Mana sementallar. Bularni ko'pini o'zimizning bolalari, o'tgan yil olganlarimiz, o'shancha etlari ham baquvvat, yelkalarini ham ko'rsangiz ustiga chiqib, yelkalari ham yelka sovorgan. Boya ko'rsatgan bo'g'ozimiz shuning ichidan chiqqan. U vohliroq qochib qolgan, qishda qo'yilgandi u. Mana jonivorlar. Shvet nima deyapti shvet? Mana semental nima deyapti mana. Ichida bitta shveti bor. Tozasi. Ana semental olib qo'ygan, ana ketuvdi qarang. Jonivor. Mana semental. Mana bo'yi 1.60 bo'ladigan. Nima deydi bu zotini? Krasniy pyostrada. Mana doxolasi 1.60, 1.65 bo'ladi bo'yi. Bu 3 oylik bo'g'oz. Buni sherigi oqi bor, u yaqinda qochdi. Buqa ham yuvosh buqa. Kilosi shu 700 o'ynatadi tepasida. Akasiniki bir 800 tepasida. Mana sementallarni ko'ring. Ko'rganda mashalloh deb qo'yinglar faqat. Hammaga shunday mollar nasib qilsin. Bu ham o'zimiz semental sigirni bolasi. Sigirni bolasi mana shu. Otasi shvet bo'lgan, onasi semental sigir bo'lgan. U shvet ham bo'ylari 1.60 bo'lganmi? 3 kishi zo'rg'a mashinadan ortganmiz eplab sotishda. Mana buni qarang. Yaltillab turishini qarang, ko'z tegmasin. Mirzolol aka, esladingizmi Mirzolol aka? Esladingizmi Mirzolol aka buni? Uchko'pirlik Mirzolol aka. Sizdan 4 ta kelgan bittasi. Bular bu mana Krasniy Pyostrada Toshkentdan kelgan ikkitasi. Mana bu bilan sherigani aytdim, 1.65 bo'yi bo'ladi deb. Toshkentdan kelgan, o'zimizning bolalari, keyin yoshligida olganmiz, qochmaligida olingan mollarda. Terilgan xullas. Gap so'z yo'q boshqa. Oxirlarida doimiy sulyos turadi, ko'rsating oxirini. Doimiy sulyos turadi. Xohlaganda kelib yeylaveradi. Doimiy sulyos. Sulyosning ichida mana somoni bor, bedasi bor, makkasi rasa donli sulyos bu. Doni qayrilmagan, shuningcha o'rilgan mana sulyos. Doni shuningcha turibdi ichida. Mana. Bu mollar ham vesiga yetkazib qo'yilgan. Hammasi vesiga yetkazib qo'yilgan. Vesida yetkazib o'tilgan ham. Xudo xolasa 8 oylik, 9 oylik mol bo'lganda baquvvat mollar bo'ladi. Akalar, mana bu ham kichkina fermatchano, molxonacha, kelib ko'rsating. Ventilyatorlar qo'yilgan muzdagina mana. Bu xona nima xona desangiz, endi ko'ryapsiz, mollarda kasalliklar ko'p, hamma narsa ko'p. Endi o'zingiz ehtiyot qilib qo'shingni o'g'ri tutma deyilgan. Mana biz mol olib kelsak, karantin xona bu. Karantinda 10 kun turadi, keyin mollarga qo'shiladi, ungacha qo'shilmaydi. Mana bu ikkita gibrid kelgan. Cho. Mana ikkita gibrid. Buni 3 kun bo'ldi olib kelganimizga. Mana 3 kun bo'ldi. Toza gibridlar. Sog'lom, yemishlari ham zo'r, xudo xolasa. Bular sentyabrda qochadiganlarning partiyasidan. Kecha bitta joyga borgandik, yo'q qoluvdi, oldik. Bu endi bu yerda karantinda turadi-da ozgina. Shu joy, orqa pochkalarini ham ko'ring.
Shu jonivor. Mana. Orqalari ham kelishgan mol. Korobkalari ham zo'r molda. Mana bu yoqqa haydayman hozir. Bu yerda bir 10 kun turadi. Hech qanday aybi bo'lmasa bitta emlaymizda, g'ovga chiqarib yuboramiz. Emlamasa обязательно qilinadi. Mana mollar. Qalay gibridlar, zo'rmi? Bitta like bosib qo'yinglar, like arziydigan mollar. Endi mana bu yerda buqachalar bor. Biz endi asosan buqachalarni sotib yuboramiz. Bu ikkalasini olib qoldik, ozgina bor. Bitta semental, bitta shved qiziqishga boqyapmiz, katta qilamiz deb. Buqachalar turadi bu yerda. Havola aylanib turadi, derazalar ochiq. Beda yeydi, sulos yeydi. Hozir endi qolgan yemlarni ko'rsatamiz. Gibridchalar qaranglar, zo'rlari ko'z tegmasin. Mashalloh. Akalar, telefon qilaverasizlar. Xullas, yuravering. Sutdemda mollar, sutdan chiqqan, biz endi sutdemda mollar sotmaymiz asosan, sutdan chiqarib sotamiz. Ortiqcha mollarimiz bo'lsa, sutdan chiqqan mollarni videolarga qo'yib boramiz, ko'rib boraverasizlar. Mana fermani ko'rdilaring, tanishdilaring. Xudo xolasa hammasi joy-joyida mollar. Kasal-masallar bas, hammasi emlamalar qilinadi vaqtida. Bemalol telefon qilaveringlar. Bo'g'oz mollardan ham kafolatlarni beramiz. Borib yebishlari, xolasa shetdagi yebishlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsaga konkret javob beramiz. Bemalol mol olayotganda o'ylamasdan qanday ekan, olib kelib sotganmi, olib kelib sotsak, olib kelib sotyapmiz deymiz. Masalan, mana shunday bo'g'oz mollarni olaman desangiz ham, rozorga masalan zo'r mollarda, chunki o'zimiz mehr berib boqqanmiz. Bemalol telefon qilaveringlar, o'ylamasdan narxlarni ham kelishib beramiz. Biz masalan olib kelib sotmaganmiz, o'zimiz yetiltirganmiz, ko'rdilaring. O'zimiz yetilgan hisobiga masalan 1-2 million arzon bo'ladi har holda. Dehqonga iloji boricha dehqonlar telefon qilsa, ishlarini bitirib jo'natib yuboramiz. Yaqinda ham sementallar sotdik. Xorazmdan akalar ham kelib sotdi. Xorazm akalarim. Mana akalar endi yemlarimizni ko'rsatamiz. Biz endi o'zimizni tayyorlagan yemimiz endi hammaning har xil. Bizniki shu holatda mana. Yemni ko'rsating, qatlam-qatlam bo'lib turadi. Endi svet yo'q, ichida qorangi. Xullas, bu yerda tarkibida nima bor? 800 kilo kepak mana shu yerda hozir. 800 kilo kepak mana. Keyin 400 kilo semichka shu. Semichka shirot. 400 kilo arpani uni, o'sha drabilkadan chiqarilgani. 400 kilo rapshirot. Kunjarasi yo'q. Keyin soda solingan, tuz solingan. 10 kilo soda solganmizmi? 5 kilo soda, 10 kilo tuz. 10 kilo tuz, 5 kilo soda. 32 tonna bo'lgan. 2 tonna bo'lganda, xulasan 800 kilo kepagiga solasizlar. Kepak endi foydasi bor kepak mana. Buzi boraversangiz mana, qatlam-qatlam bo'lib chiqaveradi. Mana. Hammasi aralashib chiqib, buni olgandan keyin aralashtirib, mana aralashtirsalaring, tayyor yem. Xullas, boyagi buqalarga 4 kilodan 8 kilo yapti. Hozir kunda endi boshlanishiga. Xonajinlar, bo'g'ozlarga hisob olib, masalan 2 kilo, 3 kilo, 2,5 kilo olib beriladi yoshlarga. Lekin yem, xudo xolasa idealni yem. Hech qanday kamchiligi yo'q yem. Balki shuni hisobini olib, masalan 800 kiloga 400 bo'lsa, bizda mol kamroq bo'lsa 400 kilo kepak, 200 kilo rapshot, 200 kilo arpaniki, arpanini 200 kilo semichkaniki qo'shsa bo'ladi. Memetda. Keyin. Akalar, sulyoslarimiz обязательно ustiga setka, qumlar tashaladi. Chirimaydi umuman. Umuman chiriga chiqmaydi endi, masalan, объемda sulyos bosiladi. Endi 1-2 kalasiga bo'lishi mumkin, bo'lsa endi, u ham yo'q. Sementalchi bola kanalini kuzatinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, videolarimiz birinchilardan sizlarga boradi, yetib xudo xolasa. Birinchilardan ko'rasizlar. Nima ma'lumot, nima masalan mol kerakmi, nima olib bo'lsa, qiziqishlaring bo'lsa, telefon qilaveringlar. Aloqadamiz. Nomerlarimiz 99lik 894 1122. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Beshariq tumaniga kirishda. Telefon qilsalaring tushuntiraman manzilni. Bugungi chislamiz 30-may 2026-yil haftaning shanba kuni. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.